بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب والصلاة والسلام على من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الذين كانوا مستمسكين بآداب الصالحين والنبيين والمرسلين أما بعد payg'ambarlarning qissalarida aql egalari uchun juda ko'p ibratlar bordir deb marhamat qilgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Va men payg'ambar bo'lgan vaqtimda odam alayhissalom suv bilan loyda o'rtasida edi deb marhamat qilgan janob payg'ambarimiz alayhissalomga salovat shariflar bardavom bo'lsin. Va u kishining oilalari va ashabi kiromlarga ham Allohning rahmati va barakoti bo'lsin. Kim ular? Payg'ambarlar, nabiylar, mursallar va do'st xudolarni odoblarini mahkam ushlagan zot edilar. Hamd sanodan keyin barchalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taoloning rahmati va barakoti bo'lsin. Alloh taboraka va taolo yer yuzini bu olamni yaratib, unda o'zini tanitishlik uchun bir maxluqni yaratishlikka Allohning irodasi ketib qoldi. Ana shu irodasini Alloh taolo yer yuziga odam degan narsani yaratishligi bilan boshladi. Va bu odam bolasini, xususan otamiz Odam alayhissalatu vassalomni Alloh taolo yaratishligida shu zotni ham payg'ambar, ham bashariyatning otasi qilib dunyoga olib kelishlikda avvalo Alloh taolo bu narsani, bu irodasini payg'ambarlarning eng avvali bo'lgan zotni, ham bashariyatni avvalini yaratishlikda farishtalarga maslahat qildi. Va u maslahatni Alloh taolo Qur'oni Karimni turli joylarida turli siyg'alar va lug'atlar bilan keltiradi. Xususan Sura-i Baqarada ham alohida bir bet to'laligicha narigi tomonga ham o'tgan holda shu zotni yaratilishlik qissalarini boshlaydi. Astagfiru billah. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Mana shu oyat Odam alayhissalatu vassalomni yaralishlik qissalarini debojasi bo'lgan oyat. Hamma siratlarda shu oyat keltirilgan. Tafsirlarda ham mana shu oyatni demak yoritganlar. Ya'ni Alloh taboraka va taolo payg'ambarimizga vahiy qilib aytayaptiki, eslang ey Habibim, Robbingiz o'zini farishtalariga yer yuzida men bir o'rinbosar xalifa yaratmoqchiman deb Alloh taolo shu maslahatni qildi. Men yer yuzida xalifa yaratmoqchiman, o'zimning o'rinbosarimni yaratmoqchiman dedi. Ya'ni bu yerda insonni nima deb atadi? Alloh taolo xalifa deb atadi. Mana shu so'zga bir e'tibor beriladigan bo'lsa, lomni kasrasi bilan bo'lsa, yaxshi o'rinbosar bo'lar ekan. Ya'ni xalifa so'zining ma'nosi yaxshi o'rinbosar. Ammo lomni sokini bilan bo'lsa, xalfa bo'ladigan bo'lsa, u Alloh aytadi payg'ambarlarning qissasini bir joyida, fa xalafa min ba'dihim xalfun. Hali bulardan keyin bir yomon o'rinbosarlar dunyoga keladi. Ular avo'unas solah va tabaush shahawat, namozni o'qimaydigan benamoz odamlar va shahvatlariga ergashadigan yomon odamlarni Xudo xalfa deydi. Lomni sokini bilan aytadi. Demak, xalfa yaxshi gap emas. Xalfa desa lomni sokini bilan bo'lsa yomon o'rinbosar. Alloh o'zi boshida endi aytayaptiki, yaratadigan maxluqini yaxshiligini o'zi aytayaptiki, men xalifa yaratmoqchiman, yaxshi o'rinbosar yaratmoqchiman deb maslahat qildi. Farishtalar aytdiki, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ey Parvardigor, yer yuzini fasod qilib, qon to'kib, shunaqangi yomon ishlarni qiladigan narsani yaratasanmi? Biz
sanga qancha ham tasbih bo'lsa aytib beraylik, qancha seni zotingni ulug'lashlik kerak bo'lsa biz ulug'lab beraylik, sanga ibodat kerak bo'lsa biz qilib beraylik, yer yuzini fasod qiladigan narsani nimaga yaratasan deb farishtalar buni shundoq gap bilan qarshi oldilar. Mufassirlar aytdilarki, bu gap farishtalardan Allohning hukmiga qarshi chiqishlik bas edi. Buni hikmatini nimagaligini tushunmasdan ular savol qildi. Chunki bular nimaga buni deyapti? Hali yaralmagan odamni yer yuzida qon to'kib fasod qilishligiga qattan bunday fikr bildiryapti desa, tafsirlar aytdilarki, buni sababi bor edi. Farishtalarni bunday deyishligini sababi Alloma Ibn Kasir o'zlari ham aytadilar, buni Abdulloh ibn Umardan rivoyat qiladilar. Sababi kanatil jinnu qabla Adam bi alfi am fasafakud dima faba'asallohu ilayhim junnan minal malaika fatarraduhum ila jazairil buhur. Abdulloh ibn Umar aytgan ekanlarki, buni deyishlarining sababi farishtalar bilardiki, Odam alayhissalom yaralmasdan 2000 yil oldin Alloh yer yuzini Banuljon degan qabilaga yaratib bergan ekan. Banuljon degan bir qavmni jin toifasidan bo'lgan, o'tdan yaratilgan bir maxluqlarni Xudo yaratib, ularni yer yuziga qo'yib qo'ygan edi. Ular yer yuzida 2000 yil istiqomat qilgan edi. Bitta tafsirda 6000 yil debdilar. Shuncha yashashgan edi. Lekin ular yashab turib, yer yuzida bir-birini qonini to'kib, bir-birini haqqini yeb, yer yuzini fasodga aylantirib yubordi. Farishtalar bitta bunaqa yaratilgan maxluqni ko'ruvdi-da ular. So'ngra Alloh taolo ularni yer yuzidan shipirib tashlashlik uchun farishtalardan bir toifasini askarlarni tushirib, ularni dengizlar va okeanlarni o'rtasiga haydab, yer yuzidan shipirib tashlashga ular buyurilgan edi. Ular shu urushga ular tushgan edi maloikalar. Shuning uchun men yer yuzida bir o'rinbosar odam yaratmoqchiman degan maslahatni eshitib, ular ham shularga o'xshab yer yuzini fasod qiladimi deb tepadagi qavmdan ibrat olib, bu ham shuna bo'lsa kerak deb o'ylashgan edi. Lekin Alloh tabolaka va taolo ularni bu gumonlarini noto'g'ri ekanligini aytdiki, qola inni a'lamu ma la ta'lamun. Ey farishtalarim, sizlar men bilgan narsani sizlar hali bilmaysizlar. Men avvaldan g'ayibni bilaman. Sizlar bu yaratadigan maxluqimni, odamni nimaligini hali bilmaysizlar. Ko'p narsadan xabarlaring yo'q. Shuning uchun tepadagi bir qavmni suratini ko'rib turib, u ham shuna qiladimi deyapsizlar-da. Asli unday emas dedi Alloh taolo. Mana shu Odam alayhissalatu vassalomni yaralishliklaridagi mana shu qissani farishtalar mana shunday nima qilishdi? Bayon qilishdi. Ammo buni farishtalar Allohga e'tiroz bildirib, nimaga buni qilasan deb e'tiroz yuzasidan aytishmagan edi. Ba'zi bir tafsirlarda o'sha tafsirlar juda ham bo'sh yozilgan, chunki o'sha musanniflarida zaiflik bo'lganligi uchun tafsirlarda ba'zilarida farishtalar e'tiroz bildirdi deb aytgan. Unaqa emas. Farishtalar buni e'tiroz yuzasidan nimaga buni yaratyapsan demadi, balki ular buni hikmatini, sababini nima ekanligini bilmoqchi bo'lib so'rashdi xolos. Bu odamni nimaga yaratyapsan deb e'tiroz qilmadi ular. Shunda Alloh taolo buni hikmatini bilishmaganligi uchun aytdiki, men bilgan narsani sizlar bilmaysizlar. Hali bu men yaratadigan odamdan payg'ambarlar, rasullar, nabiylar, siddiqlar, shahidlar, valilar, do'st xudolar, qorilar, olimlar hali dunyoga keladi. Men bu yaratadigan odam shunaqangi bir ulug' narsa. Sizlar buni bilmaysizlar deb Alloh taolo farishtalarga mana shu xitobni qildi. Va bularni bu xitobida mana shu yerda mufassirlar aytdilarki, shu yerda bitta bizga katta ibrat bor. Mana shu oyatda Odam alayhissalomning yaratilishliklaridagi bitta savol chiqadiki, nima? Alloh taolo farishtalar bilan maslahat qilishlikka muhtojmidi? O'sha farishtalarni o'zini yo'qdan bor qilgan zot bir ishni qilishligida farishtalarga maslahat vajhi bilan gaptashadiki, men yer yuzida odamni yaratmoqchiman deb farishtalarga gapirdi. Farishtalarga maslahat qildi. Vaholanki Alloh g'inoan anil mushawarati, g'aniyan anil mushawarati, Alloh taolo maslahatga behojat zot edi. Xudo hech kimning maslahatiga muhtoj emas. Lekin Xudo shuna gapni qildi. Nimaga edi desa, shunda 4 ta sabab bor ekan.
Shu ishda o'zida 4 ta ish bor ekan bizga. Birinchisi, ta'limul mushawarati fi umurihim qabla an yuqaddimu alayha. Bir ishni qilishlikdan oldin bizga ta'lim shu ekanki, yonidagi do'stlar bilan maslahat qilishlik. Aql egalari bilan maslahat qilishlik. Mana buni bizga Alloh ta'lim qilyapti. Parvardigordek maslahatga muhtoj bo'lmagan zot o'zini yonidagi eng muqarrab bandalari, o'zini yaratgan maloikalari bilan bu gapni gaplashyaptimi? Demak, biz zaif, aqli noqis bo'lgan bizga erta kunda lozim ekanki, bir ishni qilishlikda atrofimizdagi yaqinlar bilan uni maslahati bo'lish kerak ekan. Payg'ambarimizga ham Alloh fashavirhum fil amr, bir ishni qilishligingizda bu sahobalar bilan mashvarat qiling, maslahat qiling dedi. Vaholanki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam maslahatga muhtoj zot bo'lmaganlar. U kishi akmalu mukammal. Mukammalda ham mukammali bo'lgan zot bo'lganlar. Payg'ambarimiz alayhisalom payg'ambarlarning ichida ham mukammali bo'lganlar. Hatto o'sha Xizr alayhisalom bilan Musa alayhisalomning o'rtasida bo'lgan voqeotni Maqosid degan kitobda aytgan ekanlarki, xo'p, payg'ambarlarga Xizr alayhisalom ro'para bo'lganlar. U kishi nihoyatda olim, butun ilmni koni bo'lgan, ustoz bo'lgan zot u kishi. U kishiga dars beradigan odam yer yuzida qolmaganda, ya'ni Xizr alayhisalom ro'para bo'lar ekan oxirida. U kishi ustoz ekan, eng katta ilmni. Payg'ambarimiz alayhisalomga mana qarasang, hadislarda, oyatlarda u kishi umuman 63 yil yashagan davrlarda ro'para bo'lmaganlar. Xizr alayhisalom bilan umuman gaplashmaganlar Rasululloh. Nimaga degan savol bor. Nimaga? Nimaga Musa alayhisalom, nimaga boshqa payg'ambarlar bilan ko'rishganlar? Ilyos alayhisalom bilan hajlarda ko'rishganlar har yili. Nimaga Rasululloh bilan ko'rishmaganlarsa, payg'ambar alayhisalom Xizr alayhisalomning ta'limlariga muhtoj zot bo'ldilar. Eng komil zot bo'lgan ekanlar. U kishini ilmiga muhtoj bo'lmaganliklari uchun, u kishi eng komil yaratilganliklari uchun ham Alloh u kishini u zotning oldiga jo'natmadi. U kishi bilan ro'para bo'lib bir ta'lim bo'lmagan ekan. Ana shu sababi. Shuning uchun qarangki, o'shanda zotga ham Xudo maslahat qiling deyapti-da. Ikkinchisi, ta'zimush sha'nil maj'ul bi an bushira bi wujudihi sukkona malakutihi. Ana ikkinchi ishora, yaratiladigan narsani sha'nini, ulug'ligini Xudo bildirmoqchi-da. Men yarataman bo'l desa bo'lib qolaverardi. Lekin oldindan aytayaptiki, men bir yer yuzida bir maxluqimni yarataman, odamni yarataman. Voy, sizlar xushyor turinglar deb Xudo aytishidan, maslahat qilishligidan sabab yaratilajak zot oddiy narsa emas, u ulug' zot u, ya'ni odam. Bilib qo'y, u sanlardan ulug' bo'ladi degani edi u. Mana bunga ishora edi. Uchinchisi, izhoru fazlihi rojihi ala ma fihi min al mafasidi bi savolihim. Ularni bergan savollari, yer yuzini fasod qiladigan yana bir narsa yaratasanmi degan ulardan bo'ladigan savolni puch savol ekanligini bildirib qo'yishlik uchun ham Alloh maslahat qilgan edi. Ey odam yaratmoqchiman. Hali sizlar bilmaysizlar u odamning hali nimaligini. Va to'rtinchisi, bayonu annal hikmata taqdadi ma yaghlubu khayruhu fa inna tarkal khayril kaseer li ajli sharril qalil sharrun kaseerun. Mana ibora juda puxta ibora. Ya'ni to'rtinchi narsa, Allohning maslahat qilishligi, farishtalarga odam alayhisalomni yaratishlikni aytmoqchi bo'lganligidagi hikmatdan biri shu ediki, bu yaralajak odam yaxshiligi yomonligidan ko'p maxluq. Shuni bildirishlik uchun edi. Bu to'g'ri, undan yomonliklar sodir bo'ladi. Uni Alloh bilardi. Lekin yomonligidan yer yuzida u odamning yaxshiligi ko'p, yaratiladigan odamning yaxshiligi ko'p. Shuning uchun Xudo shu odamni yaratdi. Chunki qoida shu ekanki, ko'p yaxshilikni ozgina yomonlikni deb bahridan o'tib tashab ketishlikni o'zi juda katta yomonlik ekanda. Qoida shu ekan. Ko'pgina yaxshilik bor. Shu ko'pgina yaxshilikni ozgina yomonlikni deb qilmasdan o'tib ketishlikni o'zi katta yomonlik ekan. Mana shu qoidaga muvofiq Xudo odam alayhisalom va odam degan narsani yaratdi. Buni misoli badanga tushgan bir okila deydi, qorason kasali. Ya'ni bir odamni yo oyog'i yo qo'li shunday bo'lgan. Endi uni o'sha a'zosini kesib tashashlik ozgina yomonlik. Ammo uni
tamomiy badanini, hayotini saqlab qolishlik ko'pgina yaxshilik. Agar ko'pgina yaxshilikni deb shu kichkina yomonni bahridan o'tib olmasa, u katta yaxshiliklardan odam mahrum bo'lib qoladi. Ya'ni kasallik boshqa a'zoga o'tib, u jasadning egasi ketadi. Shuning uchun haligi kichkina yomonlikni bahridan o'tiladiki, katta yaxshiliklarni saqlab qolishlik uchun. Alloh taboraka va taolo ham odam alayhissalomni yaratayotib bilar edi. U odamning ichida o'g'risi borligini ham, benamozi borligini ham, odam o'ldiradiganni borligini ham, hayvon qilmagan ishni qilishligini ham bilar edi. Lekin u gunohlarga nisbatan yaratacak odam alayhissalom va u kishining zurriyotlarini qiladigan savob va ulug' amallari ko'pligini o'z taqdirotidan, ilmi azali bilan avvaldan bilganligi uchun otamiz odam alayhissalomni Alloh taolo nima qildi? Yaratdi. Shu qoidaga muvofiq. Shuning uchun hammamiz ham mana shu zotni avlodlarimiz Alloh taboraka va taolo shu otamizni nima qildi? Demak, yaratdi. Shu yaratilishlikda mana shu maslahat bo'ldi va ular farishtalar buni nima qilishdi? Endi yaratilajak maxluq, yaratilajak odam o'zlaridan ulug'ligiga dalil talab qilmoqchi bo'lishdi. Bu odam alayhissalom demak bizdan maloikalardan ulug' bo'ladigan bo'lsa, endi Alloh taolo ulug'ligini isbotlab berish kerak-da. Farishtalarning bo'yniga uni ulug'ligini qo'yish kerak-da. Nima bilan bo'ladi bu ulug'lik desa, Alloh oyati davomida va allama adamal asmaa kullaha. Alloh taolo odam alayhissalomga shunday ilmni berdi. Hamma narsani ilmini berdi o'sha yerda. Bir ko'z ochib yumguncha odam alayhissalom olimi mutlaqqa aylandilar. Hamma narsaga qarasalar, uni ilmini bilaveradigan zotga aylandilar. Demak, uni maloikalar bilmas edi. Summa aradahum alal malaikati faqal, so'ngra farishtalarga ko'ndalang qilib turib, qani mana ularning ismini menga xabarini berchi, agar bular da'volarida to'g'ri bo'lsalar deb Alloh taolo farishtalarga yuzlantirdi. Odam alayhissalom ilmli bo'lib qoldilar, laduniy ilm sohibi bo'ldilar. Mana u Jabroil, mana u Mikoil, mana u Isroil deb bittama-bitta farishtalarning nomini sanab ketdilar. Hali ular ko'rmaganlar. Jon kirdi-yu, Alloh ilm berdi. Demak, ustunlik farishtadan ustunlik odamniki nima bilan bo'ldi desa, ilm bilan bo'ldi. Shuning uchun aqoidda aytadiki, farishtani payg'ambaridan odamdan kelgan payg'ambar ustun turadi martabada. Odamdan chiqqan payg'ambar farishtadan chiqqan payg'ambardan martabada baland turadi. Va odamdan bo'lgan oddiy odam oddiy farishtadan martabasi ustun turadi agar mu'min bo'lsa. Shuning uchun siz bilan bizni Alloh taolo mana shu martabaga olib keldi va mana shu oyatda Alloh taolo odam alayhissalomning yaratilishlik qissasini avvalida odam alayhissalomning ulug'liklarini nima bilan belgiladi? Ilm bilan belgiladi. Ilmdan keyin albatta ularni martabasi pastligi ma'lum bo'ldi. Hatto mufassirlar o'sha hamma ilmlar, hamma narsani ismlari u kishiga bildirildi degan oyatni tafsirida shunday gaplarni keltiribdilarki, qarang. Otamiz odam alayhissalatu vassalom tamomiy narsani ilmini bilar edilar. Hatto o'sha u kishiga bildirilgan ilmlarda har bitta ikir-chikir narsalarning nomigacha bilar edilar. Har bitta ikir-chikir, u teshami, boltami, qozonmi, o'choqmi, har bitta narsani otini bittama-bitta aytdilar va shu ilmlar sababli maloikalardan ustunliklari ma'lum bo'lib qoldi. Demak, otamiz odam alayhissalomning avvalgi yaralishliklaridagi qissa mana shundan iborat va buni davomini ham Alloh taolo sura Baqarada hikoya qiladi. Inshaalloh bu ilmda nima ilm bilan baland bo'ldilar va nimalar bildirildi, qanday yaratildilar, inshaalloh ertagalik suhbatlarimizda buni davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.